Har bir yangi qism bilan Ofsinlar seriali tomoshabinlarning e'tiborini tobora ko'proq o'ziga tortmoqda. 31 qism esa 2025 yil 3 noyabr kuni soat 20 da Milliy kanalida namoyish etiladi va voqealar yanada keskin tus oladi. Bu asar oilaviy rishtalar, sadoqat va ichki kechinmalar haqida chuqur hikoya qilib, ayollar orasidagi mehr va raqobatni nozik tarzda yoritadi. Asosiy voqea Nigor va Sayyora ismli ikki ofsin atrofida kechadi. Ularning o'zaro munosabatlari vaqt sinovlari, rashk va o'tgan kunlardan qolgan sirlar bilan to'qnashadi. Har bir qism yangi sirlarni ochib, inson qalbidagi murakkab his-tuyg'ularni yoritadi. Aynan shu jihatlar serialni boshqalardan ajratib turadi. Aktyorlarning mahoratli ijrosi tomoshabinni voqeaga chuqur singdiradi. Yuzdagi ifodalar, nigohlar va jim so'zlar hamma narsani aytadi. Rejissura mukammal, har bir sahna hayotiy va samimiy. Uy ichidagi ziddiyatli muhit, lekin mehr va sabr bilan to'la manzara tomoshabinga tanish hissiyotlarni beradi. Ofsinlar bu oddiy serial emas, bu hayotning o'zi. Unda oilaning qudrati ham, sinovlari ham aks etgan. 31 qism esa yangi burilishlar, kechirilgan xatolar va ehtimol kutilgan yarashuvni olib keladi. Tomosha so'ngida yurakda iliqlik va umid tuyg'usi qoladi. Bu esa serialning eng katta yutugidir.